Hupxumalanga, hupxuma deyapman. Pulni olinglar deyapman. Shu olganmisam tekan qaytaraverasan manga. Aroq soatga ishlayapmanmi men har kuni ichaman. Bu bilan gaplashmayapman. Ha kelin. Ana Gulila telefon qilyapti, kelyapti, olamiz-ku. Nima tanikini olmaymiz? 100 marta telefon qildim, bironting ko'tarmaysan. Boshqa gap gapir, qoningga qovuraysani. Qonimni cholsan-ku. Ma eringga berayapman. Menga qara, tuzuk gaplar, loy tashamay qo'yadim, ha. Ha, pulni olinglarmi? Olli, kuddi turayda turta taylabsan. Nima edi? Yaxshi, turayda turta yuboribsan. Men sizlar mebel olinglar degandim. Chiroqchak sof mebel olinglarmi? Ha, keldim chiroqcha joylashgan so'l mebelni oldiga, xalq bankini to'g'risiga. Tintek xotin, mana senkin spanni komplektdan oldim. Ugolog oldim, stol stullar oldim mehmonxonaga. O'zi menga qarab tintek xotin, o'zi turayda turta taylayapsan. Puling yetadimi? Donna aka, baqa 3 oydan 12 oygacha muddatiy to'lovga to'lov qilish mumkin. O'zbekistonda istalgan burchaga yetkazib berishadi. Ha, bu unajonisa omadingizni bitsin. Oshxona bitgan, oshxonaga ustalarga puli bo'lsangiz, bulle. Endi borki, unga kuxnya nabor qilish kerak, mebellar tiqish kerak. Razmerda yasab bera oladimi? Ularning orqa tarafida katta sexi ham bor. O'zingiz xohlaganday qilib yasab berishadi. Aytgan vaqtingizga borib joylashtirib berishadi. Bunchani sen qayerdan bilyapsan? Instagram degan narsalar bor. Obuna bo'lib qo'ysangiz, hamma yangiliklardan boxabar bo'lasiz. Menga qara, unasi rossiyskiy aroq olib kibirga ichamiz, xo'p. Ha, aroq zavodga ishlayapman men. Nima sochlaring kirib ketgan, shu bilan yursang bo'lmaydimi? Ha, hozir boraman-da Nodda aka, Donna aka deb video olib tashlayman.